Qani bormi? Ishondan galasini aylansin. Yo'q, O'rtadan yoshi katta-da. Oh, duo qilaylik deb. Hammaga assalomu alaykum. Yangi yildan keyingi hammaga assalomu alaykum. Hammaga assalomu alaykum. Hammaga assalomu alaykum. Stop it. Hozir 2026-yil 1-sonimiz, xudo xolasa, bu yoqda Shohjahon, bu yoqda Komiljon. Yangi shogird qo'shdik desak ham bo'ladi, jamoamiz a'zosi Shohjahon. Mehmonimiz hozirda. Assalomu alaykum. Qattiqroq, to'g'ri yaqinroq gapirsangiz. Bular hali yangi. O'shaning uchun nima deydi? Aralashtirmaysizlar. Xorazmchasiga. Demak boshladik. Boshladik aka. Nechinchi kelishingiz? Birinchi kelishim. Qayerdan keldingiz? Lukadan keldim. Nima bo'lyapti? Mana shu yerda bitta tomir bor. Ha? Ye? Ha? Voy, yo'q. Yo. Nima? Boshdan qo'ying uni. Voy, rahmat. Nechinchi kelishingiz? Birinchi kelishim. Qayerdan keldingiz? Lukadan keldim. Nima bo'lyapti? Mana shu yerda bitta tomir bor. Ko'ringchi. Voy, yurib ketdimi? Ha? Voy, yo'q. Yo. Nima? Voy, rahmat. Ayol ishini qo'yib yuborish kerak edi. Erkak kishi Endi zo'r chiqdi baribir. Men Bitta uradi. Ha, qaraysiz. Ha, o'tam. Voy dedi. uchirib yubordik boyi. Aurum trade. 30 ming minus. Ana 007 o'tgan safar ham ko'rganmidik o'shani. Kim bu? Aurum Aurum trade. trade ochadigan. Ha, $20 nechta zilka ochilgan? emas och. Zilka nechtaligini bilmayman, lekin juda ham katta riskda ochilgan. Yarmi yo'q. Tirlab tashagan. Katta ehtimol bilan tirlatilgan. Bitta joydan kirilganda, chunki mana 95 95 95. Shunda 3 punktmi? Qarang, 95 dan kirgan, 92 ga 3 punktda shuncha izdalarmi? Ha, chunki bitta joy ehtimol ko'p kirganda, bitta nuqtada. Rasvo bo'ldi, barbod bo'ldi. Shuni tushunmayman-da, bitta nuqtada ko'p kirgandan ko'ra. Anu Bitta yirik katta lotda kirsa bo'lmaydimi degan. nimani yurakni kurtini o'ldirish dedim Xorazmcha aytganda. Buni ko'rdim. Mazga taqoldi. Tushundingizmi? Mana bu boshqa. Tushunmadingizmi? Shunday aytib Ha, siz tushundingizmi? Ha, men bundoq ko'rdim. qildingizmi? Yaxshi bo'ldi. Mayli. Siyosatga dinga aralashmaymiz. Bizani qo'ydi. Shunda uzoqqa borasan. Kedduxing bormi? Kedug'ing bor deydimi? Egzini so'ziya. Kendan Erkimsan qo'yadi. kedduxing bormi? Ammo pulni shimiraman deb tutdim. Sizda unaqa bo'lmaydi? Yo'q. Shohjahon juda ko'p gapiryapti. Men nima qildim bunga? Nima qildim men hozir masalan? Jim o'tiring. Kamroq gapiring deydi-ku. Oh. $50 lot sel ochgan. Bye bye. Bay ochgan. Bye bye dedi-ku. Sel ochgan. You may not recognize me at first, but I assure you, that's still me. Keyin birda 2 lot ochib olib, stop I ketdi. always Yo'q, come qo'ymadi back. hali stop. Qo'ymadi hali. Ketgandan keyin bo'ldi. Endi qo'ydi. Shuni bersa. Video chiqadi. Keyin ketsa ham Ana, bilmadim, borg'ami? hamma o'xshab ketar ekan, lekin Undan kirmagani, lekin men bir dafasida ham men bir ya mayli. kilo demomi bilmaymiz. Realmi deyman. Muzika jonga tegib ketdi. Я ошибся. Перешел kому-то дорогу. 22 to'xtaydi mana 22:00 bugun yaxshi foyda bo'ldi. Endi uxlayman debdi. Xo'p, $3317.
O'shani 3500 qilmoqchi bo'lganman. Balansda bor. Qo'lqishim yana kirgan bu bozorga. 3500 qilaman degan. Что я сделал неправильно? Yo'q. Voy. Jabr qilaman degan. Где я ошибся? Uxlamading. Uxlash kerak edi. Uxladi-ku. Uxladi lekin. Mening senga beradigan ko'p narsam yo'q. Archa bayram. Shoyim Archa bayram. Bu robot deganman, robot ishlatdi. Scalping. 100%. kitsang katta ko'cha. Hammasi ishladi. Oshi Bu Martingale qilgan katta. Bayk o'tadi. Mana mana shunaqa ishlaganimda o'zi. U ana aytuvdim sizga. Ishlagan. Yo'q, yo'q. Ochingni trendga qarshi ishlamagan u. Men adashdim. O'shani aytolmanda. Men adashdim. mening senga beradigan Har ko'p xil narsam yo'q. Ishqilibdi. Olagan ishlatishi kerak ekan. Qanaqa ishlaganini o'zi ko'rib bo'lmaydi bu yerda. O'zidan so'rasangiz o'zi ham aytishi mumkin, bilmadim. Qiynalib aytaversa kerak. U bilan opit oshibdi. Bu bola opiti oshibdi akalar. Opit oshganda u O'zi temasa qaytyapti. Firishti qara, opit oshganda qochish degan narsa yo'q. Orqaga qaytish degan narsa. U bilan opit Olmasdan ketdi Keyin bola. stoplossga borganda shuning uchun uzib qo'ygan videoni menimcha. 260 pips usha olmaysiz menga o'xshab. Nima deyapsiz desam. Birovni 3 sekundlik yurak xuruji tutdi, to'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri, unaqa payti tutadi. Impulsga qarshi qilyapti u. Mayli nima qilsa ham, no baribir. Uchidan ushiyman deb kiriladi. Uchidan ushab kirish endi noto'g'ri narsa-da. Bugunga qani? Impuls bilan ketaveradi, bay ochaverasiz, ketaveradi, stoplos qo'ymaysiz, keyin oxiri uxlaydi. Mana ketdi. Dosting trader bo'lsa. Ko'rmaganmidik buni? Yo'q. Nima qiladi hozir? Har kun savdo qilib o'tirmaydi-ku, ko'tarmayaptimi? PUBG o'ynab o'tiribdimi? Nima ko'tarmayapti endi? Ko'taring endi, brat, kibrmisiz? Menga nima keraksa? Sizlar menga o'sha paytda kerak edilar. Hozir bas. Juda qiyin paytda tashlab Ovoz ketishdi. kimni bilasiz? Siz bilasizmi? Ana Jahongir Latifov bitta qaysi? Ulug'bek, Ulug'bek. Dubaydagi. Ha, Bo'ldi. Braniyadan mashina sotadi. zirhlangan mashina sotadi. Mashinalarni zirhlab beradimi, ish qilibdi. Tayyor ham servisi bor, ha. O'shani gapini qo'ying. O'shani gapini Lekin qo'ymadim. unchalik yemabdi lekin. Endi nima qilamiz? Bo'ladi. Biz просто reaksiya qilamiz, и всё. Bo'ladi. Zo'r. Harakat uchun zo'r. Ko'p pul topasanmi? Ha, kim emas. Tushunishga harakat qilyapman. Mashinang dahshat. Bitta uyda yashaymiz ammo qancha topishingni tushuna olmayapman. Bilmadim. O'tgan oy 70 ming ishladim. Aldama. Endi esladingizmi? Kinoni ovoz. Kinoni esladingiz-a? Bo'risi. Qo'ysangchi bile. Jiddiy gapiryapman. Men ham jiddiy. Rostini ayt, qancha topasan? Demo-ku bu? Aytdim axir. 70 ming. Qanaqaroq aytganda 72 ming. O'tgan oyda. Shunaqaroq. Televizorda pul tugamaydi ekan, ishona olinglar. Da, tugamaydi. Sizni pulingiz ham tugamaydi. Tiqaverasiz, ketaveradi. Mana shu narsalar noto'g'ri bor. Men aytib ketay. Yo'q, aytmay. Aytmayapman. Yo'q, tradingda pul yo'q. Agar aytishimizni xohlasanglar, boshlayman. Kursimizni sotib olinglar. Faqat bugun 70% chegirmada deb. Directdan qoldiramiz, qoldiramiz. Plyus qoldiringlar. Всем нужны столько привлеки, а у меня там что-то мутится. Shu kungacha qancha minus qilgansiz? Faqat to'g'risini yozing. Yozib keting mana shu yerda. Nechta prop faqat ketdi? depozit qilish uchun tug'ilganmiz. O, ana. To'ppa-to'g'ri aytdi. Minusdan ko'ra $100 foyda bo'lsa, ko'zga eng zo'ri shu ko'rinadi. Ha, to'g'ri. Yo'qotganingni topgan ko'proq ko'rinadi demoqchimi? Yo'q. $200. Hozir katta minus qildi-da, keyin $100 plyus qildi. O'shanga xursand bo'laman. Shuda ko'p yo'qotganini, kam topganini anaqa ko'zga ko'rmayapti. Ko'p emas, $200, 3200, 1000. Qani bormikan? Bir 10 ming yo'qotgan. Siz hozir normal. O, 4170. Mana shu sal kattaroq summa yo'qotibdi. Har kim uchun har xilda. Misol uchun oyga 3 million topib yurgan uchun $500 katta summa. $10,000 kim uchun kichkina summa. Sabr.
bahram. Dunyodagi odamlar ham hayot bergan zarbaga chidolmaydi. Seni qanday kuch bilan urishgani muhim emas, qanday zarbaga dosh berib yo'lda davom eta olishing, bardoshli bo'lib to'xtab qolmasliging muhim. Hayotda faqat mana shunday yo'l bo'lishi, sen buni qo'yishing kerak. Hozir qanday? Маршрут перестроен. Assalomu alaykum. Har doim ham Маршрут перестроен. Ana. Маршрут перестроен на Яндекс. Yandex rasvo bo'ldi. Telefonlar muammosi. Nima muammoyingiz bor? O. Zo'r chiqdi yana. Bizda jamla qancha unaqa muammo yo'q, lekin yomon emas. Muammolar bizda boshqacharoq. Simpatichnaya krasotka muzim, unga chapga o'tib o'ynatma ko'zim. 5000 mi 50 mingmi shunda? 500 pips uradi. 50 pul. 50 punkt. Ha. Ha, besh. Kam so'ra. Kam 10 lot. so'radimi? 10 lotdan bo'lsa. 5000 mi shunda? Ha. Profit. Gelik Profit so'rasa aytyapti. arzonroq tushardi lekin. 50 ming bo'lar ekan. Yo'q, 50 ming. Zo'r komment yozgan bittasi. Nima bo'lgan? Qanaqa shot bo'lishi aytilmagan. Senti shotga uramiz yozib qo'ydi. Ana. Lekin zo'risi-da. Ha. Bar bu ham pips-ku. Yo'q, Lot. Pipsmi pips bo'ldi-da. Meshnayam Ya, men unaqa qilmayman, uzr. Bu yoshga kirguncha qanday kunlarni boshimdan o'tkazganimni faqat o'zim bilaman. Kim ovozida mana shu? Uydan boshlab ketyapman. Shundan kulganlar, menga ishonmaganlar, kerak paytda tashlab ketganlarni hammasini unutmayman. Oktagonda gapirib. Og'ir bo'lsa ham. Bu cho'ntak och qorin bilan yurgan yo'llarim Uzr. Yuragim ko'tarmayapti. Men suv ichib olaman. Yuragim rostdan ko'tarmayapti. Faqat negativ yozmanglar. $5 bilan? Yo'q a. Xeyr. I'm going full magin. Broker ne yozib qo'y. Brokerning nomi. MT5. Voy tupoy. MetaTrader 5 yozib qo'y. Exones'ga aniq. Chunki Exones'dan boshqa hech qaysi broker bermaydi, unlimited. Bilmayman. Lekin unlimited ham hisobi bor-ku. Tushuntiraman. Exones. Qani bay. Qani? Mana 45 Bay lot. yo'q, 45 lot berma. Mana endi savol bor-da, mana. Birinchi o'rinda o'sha ochgan zilkangizga Leverage. Plichoni. plicho beradi, unlimited beradi. Lekin qarang, ochgan zilkangizdan komissiya olib qoladi birinchi o'rinda. Ha, u komissiyani o'zida yo'q Ha, bo'lib komissiyani o'zi boshqa narsa, spread boshqa narsa, tushunasizmi? Kimdir yozgan 0 bo'lishi ham mumkindir. Kamroq anaqa olib qoladimi? Bilmadim. 45 lot. Ну, nima deydi? Broker qaysi tarafdan bo'lsa ham olib qoladi-da, tushunasizmi? Yoki har bitta ochilgan lotdan olib qoladi, yoki spreaddan oladi. Ikkalasi ham bo'lmasligi mumkin emas. To'xtab qolsa, tindi demanglar. Kuchga to'lib qaytsa, to'xtatib bo'lmas. Ana real. Hech qachon sindi demanglar. Reallar rostdan ham Mana real. qo'zg'almayapti. Yigit omadi ila o'ynashib, bo'ron to'xtab qolsa, Birdan ochgan. sindi demanglar. Birdan ochibdi. Mapdan Kuchga to'lib qaytsa, to'xtatib bo'lmas. $36 60. Yigitni hech qachon sindi demanglar. bitta ko'ring, qayerdan boshlaganini 4000. 450. Voy, lekin joydan boshlabdi lekin. Vashi, ideal nuqtadan O'zi? boshlabdi. Ha. Bitta tarafga ushlaganini vashi. Ha. Absolut sino. Chotki. Absolut training. Va'da. Va'dangizda turasiz degan umiddamiz. Yolg'iz o'zing yutgan Turishni boshqalar bilan nishonlama. Burujo real shot mana. Bilmadik. Realmi, real emasmi bu montajmi emasmi bilmayman. No, biz ko'rib turganimiz real deb o'ylaymiz. Alloh rizqimizga baraka bersin. Amin. Amin.
Allah rizq Uni ham olib ketib qolmadi, $100 ham. Bundan kirgizatdi endi. Ke duxing bormi ke? Ke. Ke duxing bormi ke? 25 lot ochib qo'ydi. Tayyor qilib qo'ying. Oo, Mana sizga yoqadigan nolda muzika. sengda so'ngi bor axi. So'ngi degan domi bor dog'da. Ha, Ne oldu sende? İşler Yaxshi. nolda sengda ishlarim sar. Bo'ldi, endi stabil ishlayman. Razgon qilmayman. 10 ming. Deb turgan paytingda tilla bitta joydan chiqadim. Nafsim. Taraman dedi. Bitta bosaylik deydi. O. Menga yoqadigan qo'sha ovoz. Bu nima ekan? Tek turibmi? Bo'ladi. Zo'r. Foyda qilgani zo'r. Opan taniyman, opan. Ha, serios? Kim? Bu joylarni kezib Kim edi u? Komilton Javobgarlik bor deydi. yetib qolmasin. Mani bo'ynim kesiladi deydi deydi. Mayli, mana shu joyini kesaman de, alohida tashlab olaman. Kerak emas. Uydagilarni ko'raman video. Yo, uydagilar emas. Uylanganlar-ku. Shuncha aytibdi. Uydagilarda o'sha. Ha, endi men 2 xil uydagilarni tushunaman. Oldim. $10. Menda ham unlimited tak, kerak bo'lsa berib turaman. Nima pullimi? Ha? Qancha? $5 dan uzr, xatirlashdim. 5 lotdan Adashib 4 ta сделка ochishingiz kerak. 5 lotdan 4 ta сделка ochishingiz kerak. Qanday? yevro dollarda ochib yuboramiz nima muammo? Aytolman. 5 lotdan 4 ta сделка ochishingiz. Birdaniga hech qanaqa qanaqa bilmayman, tushunmayman. O'zingiz qanaqa ochgansiz? Men bilmayman, men katta shotda ishlaganman-ku mana. Bosib o'tirganman. Boshida. Mashimada. Maktabda soqqani qilamiz. Maktabda. Yana yozib qo'ydi. Bo'rlarni yonida qo'y bo'laman demoqchi-da. Maktab. Alib dema bo'lsa ham harakat bor. Sekin harakat qiling. Faqat qo'lingdan kelganini qilsang hech qachon o'z-o'zingdan o'tib ketolmaysan. Muzika zo'r. Oldinda seni aql bovar qilmas kuchukdi. Aql bovar qiyinchiliklar kutyapti do'stim sen. Aytganda ishlang akamga oldinda. Nima dedi? Bitta Tayson, yoqmasa qo'yding. Xullas. Nima? Bu yerda ma'no qani? umuman ma'no yo'q. Yoqmasa qo'yding. Bitcoinda ishlaydigan. Voy, miyam chachish. BTK bilan BTKning farqi bor. Mayli tushundik. BTK bilan BTK nima farqi bor? Ya, anaqa MetaTrader'dagi Bitcoin bor, keyin haqiqiy Bitcoin bor. Ya, xullas. Bugun ichida $5 ishladim. Trading juda oson ekan. Tez orada Lambo olaman. Voy. 1 yildan keyin. Nima tushunasiz? Yo'q, nima qilib o'tiribdi? Quyoncha nima qilyapti bu? O'lim vaqti tezmi? Tushuntirmagan o'zingiz toping, qidiring. Tushunganlar kommentga yozib ketinglar yoki bo'lmasam Alloshkor akaga jo'natinglarni description короче. Kommentariyada yozinglar, o'qiymiz. Yutsang erishasan, Yutqazsang tajribali bo'lasan. Tavakkal har doim afsusdan yaxshi. Bo'lmagan gap. Men mikrofonga yaqin kelib o'tirman borku. Asmir. Menda bitta tema bor, как раз. Hozir mana Instagramda ko'rdik, o'sha $5 1000 qilgan, 10 ming qilgan, xullas katta summa qilganda. U qanchadan nechtadir bir odam qilganda o'sha ishni misol uchun. Keyin ham
Faqat hozir Instagramda pul topgan odamlar ko'rinib turibdi. Pulini yo'qotgan odam yo'qda, ko'rsatmagan. Mana men kredit olib, xonaveram bo'ldim deydigan odam yo'qda. Ko'rsatdingmi? Ko'rsating. Bormi? Yo'q. Do'stlar telefonimni oling. Kimdir shubhasi bo'lsa, real shot ko'rib turibsizlar. Вот. Istoriya. Tak. Necha yo'q bo'lib ketgan. 9523 depozit minus 9700. Mana. To'xtang, yechilgan ekan. Короче, общий Daromadlashib ketganmiz-ku oxirida. mana ko'rishingiz mumkin. Depozit shuncha, yechib olingan summa shuncha, общий minusdaman. Короче, minusda chiqqanman. Ya, Bu qilgan ishim razgon bo'lgan, razgon. Katta summa topganman, to'g'ri, lekin o'sha summa baribir minus bo'lib ketgan. Har kuni, misol uchun, yaxshi pul topganman. 200, 300, 500 dollarlar topganman, keyin 1000 dollarga ko'tarilgan. Keyin 1,5 ming, 2200 gacha topganman kuniga. Lekin bu narsa 1 oy davom etgan. 1 oyda bu pullar o'sha 1 oyda topgan pullarim 3 kun ichida hammasi silib bo'lib ketgan. O'sha buni hammasi sababi nima deydi? Короче, razgon sababli shunaqa minus bo'lgan katta summa demoqchiman. No, meni kallam ishlab boshqa anaqa qilmaganman, nima deydi? Depozit qilib uni ham minus qilib olmaganman. Demoqchiman. Yo'q, endi meni aytmoqchi bo'lgan narsam sal boshqacharoq edi. O'zi общий tradingga bog'lanib qolish misol uchun. Qayerdadir ishlaylar, daromad qilinglar. Yo'q, agar yaxshi foyda qilsa, Xo'p, gap yo'q. Qilaversin. To'g'rimi? 3-4 ming oyga topsa, misol uchun. uncha katta depozit bo'lishi kerak. O'sha Men yangi boshlayotganlarga aytdim. Ha, Pro traderlarga bu umuman bizlar risk bo'ladi, to'g'ri. kichkina depozitga katta anaqa bo'ladi, baribir nagruziga bo'ladi. 1000 dollar bilan oyiga 500 dollar topa olmaysizlar. Unutinglar bunaqa narsani. Rostdan. Topishingiz mumkin 1 oy. 2 oy topasiz, keyin oxirida yo'q bo'lib ketadi o'sha. 3-oy silib bo'lasiz. Bunaqa. Xo'p. Keyin mana yana bitta savolim bor meni. Kommentariyada yozib ketinglar. Mana shunaqa kichkina shotlardan katta shotlar qilib millioner bo'lib ketgan odammi yoki milliardermi? Milliarder bo'lish qiyin, to'g'ri? So'mda milliarder bo'lish Yo'q, ha. Millioner bo'lib ketgan odamlarni kommentariyada yozib ketinglar, biladiganlaringizda bo'lsa yoki o'zingizlar aloqaga chiqinglar. Mana shunaqa summa qilganman. Keling, suhbatingizni olamiz keyin. Ha, suhbatingizni olamiz. Stabilniy qilyapman deb ko'rsatib tashlab bering. Biz sizni chaqiramiz, mehmon bo'lasiz. Balki bizga ham o'rgatar. To'g'rimi? Pul to'lab o'rganamiz. Pulni to'lab o'rganamiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat. Shohjahon gaplari yo'qmi? Shohjahon bugun juda ham ko'p gapirdi, og'zini o'chira olmadik, to'g'risi. Kesib yubordikmi shunda hozir? Ko'p gapirdi, kesib yubordik Shohjahonni. Shohjahon ko'p gapirdi, faqat biz kesib tashladik. Mehmon bo'lgani uchun. Keyin Shohjahonning ovozi gapirgan paytda ovozini o'chirib qo'yganmiz. O'shaning uchun yaxshi anaqa e'tibor qilmaysizlar. Nohaqliklar bo'ldi. Endi bu songa kelmayman. Endi bu nimaga kelmayman. Syomkaga. Gapiring Shohjahon. Gapiring. Siz uchun Hech bo'lmasa mana mikrofonlarni cho'zib beramiz og'zingiz tagigacha. Xayrlashib yuboring bo'ldi mana. Javob. Yoki qanaqadir ish qilib. Tarixga yozilyapti hozir. Polni ketdim. 10 yildan keyin omadli trade, razgon qilmanglar. Stabil ishlagan, hamma uchun foydali. uzoqqa boradi, ha? Uzoqqa boradi. 26-yil barakali kelsin. Eng g'alabli Xudo xolasa barakali keladi. degan umiddamiz. Endi urushlar tugab, hammasi joy-joyiga tushib ketsa albatta. Albatta. Siyosiy baribir anaqani ta'siri bor. Nima deydi? O'zgaruvchanliklarni. Shunaqa gaplar. Endi oxirida qanaqa bo'lib ketgan? Otalar so'zi bo'ldi azgincha. Otalar so'zi bo'ldi. Mayli. Chunki bizda 98-yil odam bor.